Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 4. Sultan İsmail Han həmrahlarını başlap çaqmaq tezlikdə yol yürüp, namaz diger vaqti bilan Ostonaga yetib keldi. Amma ağır zukamdab ketgan xonning qizitmasi o'rlab ketganligi uchun Shahnishonga kirib taxtda o'tirg'idek majoli qolmagan edi. Xon oliylari avval ordu tevpiga ko'rinib, kechacha tarlinib, yaxshiroq orom osila. Qoldi ishlarni tongla saharda bir yaxliq qilsaqmikin, dedi Mirza Babaqbek. Ko'zdan yosh, burnidan suv eqib turgan Ismoilxon ma'qullik bildirib beshini langshitdi. Xonni haramga uzitib qo'ygan Mirza Babaqbek bilan Malika Muhtaram Xenim Udul Ostona amiri Mirza Avazbekning qasriga qarab mangdi. Qaysi suluktiklarning avval o't qo'yib, adovat tugminiga suv boshlaganligi noma'lum, deb salom sahatdan keyin ahvolni ma'lum qildi Mirza Avazbek. Ammo bu jangidal piri buzruk Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon hazratlarining orilishi bilan butkul Ostonada qiyomat qoyim bo'ldi. Ostona muhofazachilar qo'shinni ishqa silib besiq turgan bo'lsaqmi, yanala 100 dan ortiq begunoh puhra o'libdi. Sopqa ko'nchilik ma'laridagi uylar asosan kuyib kul bo'pti. Jidalxo'rlarni qandoq bir taraf qildilar amir? So'rdi Mirza Babaqbek. Buyruqqa bo'ysunmay xon lashkarlari bilan qarshilashgan har ikki sulukdagi yo'lboshchisi, xalifasi, suluk mas'ullaridan bo'lib, birer 100 ga yaqin odamni tutqizib hapsiga oldim. Shuning bilan bu qirg'inchilik besiqdi. Ammo Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon hazratlari qamoqdagi suluki Soqiya muridlarini qo'yib berish to'g'riliq qattiq besim ishiltiyotdi. Shunday qilib, ularni qo'yib bergan o'xshamamlar, amir janoblari, dedi Malika Muhtaram Xenim. Yo'qsa, unda qilsam suluki ishqiya muridlarining balasi qolmamdi men, Malikam. Xon oliylari kelib, o'z bitirab qog'ay deb qo'yib bermadim. Naytim yaxshi qiplar amir, dedi Mirza Babaqbek rozimanlik bilan. Xonlik qonun jasaqni, farmon yorliqni ko'zga ilmagan har qandoq suluk muridlarga yuz xotir sili rahim qilishga bo'lmaydi. Bu ishqa xon oliylari qandoq qaraydi ekan, amri kabir janoblari? So'rdi toza xotirjam bo'lmagan Avazbek. Xon oliylariga yo'lda qattiq to'moy tegib qolg'ashqa o't kavob bo'lib qizib ketdi. Hozircha oramini buzishga bo'lmaydi. Qoldi ishlarni ati o'rniga kirganda maslahatishaydi. Xon otamning rayiga baqsa, pir buzrikki bo'lmish, Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonga yuz kelanmay, Soqiya sulukdigilarga yon besishi mumkin, dedi Malika Muhtaram Xenim o'ylangan holda. Navada kechacha qizitmasi yenib, salomatligi yaxshilanib qolsa-ku, ata o'rnidan chiqib, shahar aholisining kuyib kulga aylangan uy makonlarini o'z ko'zi bilan ko'rsa yaxshi bo'ladi. O'lganlardan boshqa peyi qirqib etilgan, oqti qilib etilganlarmi xeyli bor, dedi Amir Avazbek echingan holda. Hammasi payg'ambar alayhissalomning ummatlari turib, bir-biriga nimancha o'shmanlik qildigandir bu odamlar. Xon oliylarining bugungi ahvolidan qaraganda, ata o'rindan turib, o'rniga chiqa olishi notayin. Shunga Amir Avazbek janoblari Ostonada yuz bergan bu fojiani tafsili yezib, xon oliylariga ma'lumot yo'llag'aylar. Pay qirqish, oqti qilishga o'xshash vahshiyliklarni qilib qolmasin, dedi Malika Muhtaram Xenim. 5. Bugun Bomdoddan yenibla Shahnishonga yig'ilgan o'rda arkonlari Sultan Ismoilxonning qabul qilishini kutib jimjit o'tirishadi.
Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon bo'lsa, qo'ltiqqa qisib akirgan kigiz joy namozni shoh supsining tubiga silib, yukinib o'tirganicha ko'zini yerim yumgan holda, qo'lidagi kahriva tasvini tinimsiz siyirganicha ichida allaqandoq durudlarni o'qib o'tiradi. To'limi so'rin chiroyidan ko'nglida nima xiyollar borligini bilgili bo'lmaydi. Amirlar Eshondan tap tortib, ostondagi fojia haqida yendigilar bilan past ovozda kusirlashadi. Shu daqiqada Orambaxish saroyidagi xos hujrasida pay yostiqqa yulanganicha yotgan Sulton Ismoilxon ostona amri Mirza Avazbek sungan ma'lumotni asta o'qiyotdi. Xonning qizmisi bir oz tushgan bo'lsa-mu, ko'zdan yosh, burnidan suv eqib turadi. Mirza Avazbek, Malika Muhtaram xonim qatorliq amirlar bir chetda xon oliylarining ma'lumotini o'qib bo'lishini kutib turishadi. Shu darajada vahshiyliklarni qig'udak, ular nima talishidi zodi? Dedi ma'lumotni ko'zdan kechirib bo'lgan Sulton Ismoilxon g'azablangan holda. Ularning nazarida xon va xonlik qonun jasoqlar yo'qmidi? Aytsila, Amir Avazbek, ma'lumoti deganlarning hammasi rostmi? Naun billah, dedi Mirza Avazbek qo'l bog'lab beshini tövan sog'nicha. On hazratimni aldashqa haddim emas. Put qo'lim mag'dursizlanib, beshim qiyib turdi, dedi Ismoilxon zo'riqib so'zlab. Bu ishlarni o'rdiga chiqib, o'z qo'lim bilan bir taraf qilgudak majolim yo'q. Farmon, Amri Kabir janoblari bu ishlarni lilla bir taraf qilg'ay. Maxtumzoda pir buzruk hazratlarining dilini ranjitib qo'ymag'ay. Farmon berdorman, dedi Mirza Babaqbek va oldiga bir qadam minib xondan so'radi. Bu ishlarni qandoq bir taraf qilsaq bo'lur? Qibligahim, aniq bir yo'l ko'rsatib bergaylar. Har ikki sulukdagi asosli gunohkorlarga rahim shafqat qilinmag'ay. Berilgan jazodan barliq ahli suluk muridlari ibrat og'ay. Mumkin bo'lsa, mushu xususda yarliq tushirib bergan bo'lsa, xon ota, dedi Malika Muhtaram xonim Mirza Babaqbekni tanqisliqdan qutuldirish uchun Ismoilxonga iltijo qilib. Saltanatning surhayvisini rasa bir ko'rsatmay turib, el yurtda ko'tarilishga boshlagan suluk majralarini tüp yıldızdan besiqtirish bahsi müşküldür. Mirza divanning amri kirgay, dedi Ismoilxon Malikaning taklifini qabul qilib. Uzoq o'tmay Mirza divanning amri qo'shimcha xonning muhrdori Orambaxish saroyiga kirib keldi va xonning og'zaki bayonlari bo'yicha yorliq tayyorlash uchun chiqib ketdi. Uning keyindan Mirza Babaqbek, Malika Muhtaram xonim va Mirza Avazbeklarmi xonga esanlik tilab Orambaxish saroyidan ayrildi-da, shohnishinga kirib, o'rda arkanlari bilan salom sahat qilishdi. Ularning salomini kigiz joy namozda ko'zni yerim yumib o'tirgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon o'tirgan o'rindan salpal qimirlab qo'yib, so'g'uqla ilik oldi. Birdamlik o'rto'pidan keyin shohnishin ichi yana tinchidi. Amirlar xon oliylarining qo'pilga chiqadigan yoki chiqmaydiganligini bilinmay, o'z xiyolari bilan band bo'lib o'tirishadi. Shu yo'sinda bir cho'gin choy qaynimichilik vaqt o'tgandan keyin shohnishinga Mirza divanning amri bilan o'rda farmonchisi kirib keldi. Barliq o'rda arkanlari xon yorliqiga quloq sog'ay. Barliq o'rda arkanlari xon yorliqiga quloq sog'ay, dedi qora divandagi. Amirlar durrida o'rinlaridan turishib, qo'l bog'lashqanicha beshini tövan silishdi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon bo'lsa, joy namozda qimir qilmay o'tiraverdi. O'rtada Sulton Ismoilxondan boshqa hech kimni ko'zga ilmaydigan bu takabbur Eshon shu turqida xon yorliqiga ancha iron qilmayotganda ko'rinadi. Qora divandagi texcha o'rindan midirlamay Eshonga, midirlamagan Eshonga
ko'zining quyruqida qarab qo'yib, yana bir qitim to'ladi. Barliq orda erkanlari, xon yorliqqa quloq sog'ay. İşan ko'zlarini sal-palla ichib, bir oz qimirlab qo'ydi-da, yana ko'zini yumg'inicha gavdasini ikki tarafga tang irg'anglatib, kahrava tasvisini yana sirishga boshladi. Yorliq orda erkanlarga tushirilgan ekan. Mendek ahli suluk peshvosi bilan albatta munosabatsiz. Qoniying yirtilib ketpicha to'g'risangmi beka? Ey divan begi, chunki men orda amr emas, senla ot quyruqliq qilishib, xonning menga mansab martaba inom qilishini to'sishding. Men bo'lmagan bo'lsam, aqlsiz İsmail xonga bu taxt saltanat nada turibdi? Xon yorliqini jakalava. Men joynamozda o'tirib anglayman. Xon yorliqiga behurmatlik qildi deb gunohga ortishga haddim emas. Vaqti kelganda xon olilarining salomatligi, saltanatning osoyishligi uchun duogo'ylik qilyotdim deb o'zimni osonla aqlay olayman. Noji bo'lsang, palon poston deb baqaqini. Mirza Babaqbek Xo'ja Abdulla Ishonning qasdan g'ovg'a ko'tarmoqchi bo'lganligini pamlab, qora divan amriga kardir bo'lmasin deganni qilib ko'z ishorasi qilib qo'ydi. Amir kabirning maqsadini tushungan qora divan amri orda farmonchisini yorliqini o'qishga buyurdi. Yorliq as-salatini zillullahu fil arzina. Bu deganlik sultonlar Allohning yerdagi soyisidir degan gapkan. Barliq amir sipah baglarga yetib ma'lum bo'lganki, bizlar kim Yakan Saidiya tasarrufining sultoni İsmail xonning osoyishlik zamonasida bir qism suluk muridlari xon yorliqi va xonlik qonun jasoqni ko'zga ilmay, ostona va boshqa yurtlarda qirg'inchilik qilishib, behuda o'lim yetim, zaxm jarohat fojialarini paydo qilibdi. Uy makonlariga o't qo'yishib, bir-birini xonavayron qilishibdi. Bu kechirgusiz ig'ir gunohdir. Saltanatimiz babai buzruk Sultan Said xon odilaridan qolgan udum bo'yicha tasarrufimizda turlik suduk mazhablarni muvofiq sorun zimin bilan ta'min etib keldi. Aslida orduning saltanatini sudukdan, mazhabdan mustasno tutish farmoniga har qaysi suduk peshvolari va murshidlar angliq yo'sinda bo'ysunib, suduk targ'ibotini al ra'iyatning inoqligi, saltanatining ro'naq tepib gulinishi uchun xizmat qildirishi kerak edi. Afsuski, tasarrufimizda yaqindan beri yuz berayotgan suduk majrolari kundan kunga zo'rayib, el yurtning xotirjamligini buzdi. Saltanatimizning muqimligiga ta'sir yetkazdi. Har qaysi sudukdagi muridlar xonlik qonun jasoqlarga xiloflik qilib, bir-birini rahimsizlarcha o'ldirdi. Uy makon, mol mulklarini ko'ydirdi. Hatto peyni qirqish, oqti qilish usullari bilan bir-birini jazolab, majruh, yetim yesir makonsizlarni paydo qildi. Bu xon yorliqini ko'zga ilmagan ig'ir gunohdir. Ul sabablik har qaysi suduk muridlarga ibrat qilish uchun bu qitimqi qonliq fojianing qutratquchisi, sababkori bo'lmish suduk yo'lboshchilariga qattiq jazo berish kerak. Qilchilik rahim shafqat qilishga, har qanday sudukliklarga yon berishga bo'lmaydi. Buningdan keyin har qaysi sudukliklar dushmanlik harakatlarini to'xtatib, nizo adovatlarni yuyib tashlab, saltanatimizning ro'naq tepishi, avam ra'iyatning xotirjam tirikchilik qilishi, el yurtning osoyishligi uchun xonlik jasoqlarga shartsiz bo'ysunib, puxradorchilik majburiyatlarini xolos o'tab, o'z suduk e'tiqodi bilan mashg'ul bo'lg'ay. Suduk majrolariga aralashgan, yon bosgan, ostirtin qutratgan, vamiylik qilgan har qanday amir beglarning mansab martabasi ilib tashlanib, qattiq jazoga tortiladi. Bizlar kim buyuk davlat panohinglar,
tomu tigib betap bo'lib qolganligim uchun vaqtincha o'rtaga chiqib, yurtlarchilik ishlarini qo'limga ololmayman. Shuning uchun Lashkari divanning amri kabri Mirza Babaqbek janoblarini bu qitimqi sulik majralarini bir taraf qilg'uchi to'liq huquqliq elchi qilib tayinladim. Jazo divanining amri Pahlavon qozi bilan ostona amri Mirza Avazbek hamdamda bo'lg'ay. Mazkur yorliq buyuk Saidiya tasarrufidagi har qaysi yurt ormoq oymoqlarga yetkazilgay. Yorliq tamom vassalom. Xon yorliqiga farmon berdormiz deyishdi barliq o'rda arkonlari yorliq jokalanib bo'lgandan keyin. Ma'lumot bo'lsa yo'llanglar, bo'lmasa qaytinglar dedi qori divan begi. Ey Allah, napak bandilaringning ko'ngliga insof bergaysan dedi Xo'ja Abdulla Eshon xon yorliqiga norozi bo'lganligini ochiq oshkor ifodalab va joynamozdan turib etib davom qildi. Na'uza billah minha summum bukmum umyun fahum la ya'iqlun. Bunun ma'nosi kuffarlar haqni anglashdan g'astur, haqni so'zlashdan qochadur, haqni ko'rishdan ko'rdur. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. Qur'on Karim Sura Baqara 171-oyatdan ilindi deydi. Eshonning bu ta'nisini anglab, Amir Kabir Mirza Babaqbek gadanlarigacha qizardi. Ammo yuz oyab javob qaytarmadi. Eshon Sulton Ismoil xonga bo'lgan qursoq ko'pikini mana shundoq chiqarib atdi. Boshqa amirlarmi bir-birining chiroyiga ma'nlik qarishib qo'yib, beshin tuvansilishdi. Ammo bu ochiq oshkora haqoratga Malika muhtaram xonim chidab turolmadi. Hayrun va sharrun minnalloh taala dedi u Eshonga anglitib turib. Eshon Malika muhtaram xonimga qarab nafrat bilan birini olaydi-da, joy namozni qo'ltiqiga qistirganicha shohnishindan tez-tez menib chiqib ketdi. Yandırğı hepsi yakshanba tushdan keyin Mirza Babaqbekning farmoni bo'yicha hapsiga ilingan 100ga yaqin sulki Isoqiya va sulki Ishqiyachi Jidalxo'r ashaddiy muridlardan 34 kishining qo'lisi butkul Oston xalqining oldida tendin judo bo'ldi. Qolganlari dariga besilib, yoq yurtlarga palandi. Jazo ijro qilinib bo'lgan orliqda Isoqiya muridlarini jazodan qutuldirib olish uchun shuncha harakat qilibmi Sulton Ismoil xonning qabul qilishiga erishaolmagan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Ismoil xondan yomonlab o'rniga qayta oyoq bosmadi. Shunda qilib sulki Isoqiyachilar bilan saltanat o'tirisida oshkor ziddiyat paydo bo'ldi. Ammo ular Sulton Ismoil xonning jazosidan qo'rqib, sulki Ishqiya muridlari bilan oshkora dushmanlashishdan qattiq ehtiyot qilishdi. 6. Sultan Ismoil xon hokimiyati bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon boshchiligidagi sulki Isoqiyachilar o'tirsida nizo adovat paydo qilish maqsadiga yetgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Isoqiya sulkidagi xufiya payloqchilarining taqibidan rasmiy qutulib, xotirjam holda yer osti saroyidan qaytib chiqib, sulki Ishqiya targ'ibotini oshkora yurgizishga boshlagan edi. Xon yorliqini topshirib olgan Qashqarning noib amri Mirza Haydar Tug'lati xon yorliqidan Xo'ja Hidoyatullo Eshonni xabardor qilish va Eshonni sulki Isoqiyachilar bilan dushmanlashmay, inoq bo'lib o'tishga da'vat qilish uchun Yog'dudagi Hazrat qasriga olaydan ziyoratga chiqdi. Amir janoblarining muborak poyi qadamlariga tasanno dedi Hidoyatullo Eshon. O'z vaqtida o'zi bilan Shohzoda Yo'lbosxonga osiylik qilib, Sultan Ismoil xonga Oston darvozasini ochib berib, o'zini mush kunga tushirib qo'ygan Mirza Haydar Tug'latining oldiga chandirmay chiqib, muhtaram Piri Buzruk Azizning teniga salomatlik yor bo'g'ay dedi Mirza Haydar Tug'latimi Eshondan esanlik so'rab. Ular hashamatlik Eshon qasrida sun'iy takallub, yosalma hurmat ehtiromlar bilan bir osh-peshim vaqt suhbat qurishdi.
Sultan İsmailxon alilari haqiqatan dona zatdır. Büyük Saidiya saltanatining haqiqiy taxt sahibi bo'lishga munosibdir. Dedi Hidoyatullo Eshon xon yorliqini anglab bo'lgandan keyin chiroyiga xushamad kulkisini yugurtib. Öz vaqtida istidadsız shahzoda Yo'lbosxonga ustoz piri buzruk bo'lib xato qilgankanmiz. Azmas Allah amdilikda bildikki Sultan İsmailxon olilarining adolat nuri butkul Saidiya tasarrufini takshi yoritmoqda. Xon olilarining yorliqda etqanlari barhaq rostdir. Tügəməz sülük macraları əl yurtның xatircəm tirikçilikini buzubatdi. Ol Məxtumzadə bilən bir nəsəb, bir yıldыздiki qan qerindaşlardındırmız. Bunçvala düşmənləşiş nə hacət bizgə? Navada xan aliləri səltənət sürü bilən çəkləb turmağan bolsa, niza adavət tumanları dil qəsirini qaraytıvətgən Məxtumzadələr bizgə bu asayişlik günlərni ko'rsatmas edi. Balkim o'zga allarda sarson sargardon bo'lib yurar edik. Mirza Haydar Do'xlati janoblarining Qashqarga amir, pasibon bo'lib kelishlari biz bechora miskin sulki ishqiyachilarning baxtidir. Hidoyatullo Eshon yog'lama so'zlarini tinglab ifodasiz o'tirgan Mirza Haydar Do'xlatiga yer ostidan qarab qo'yib, asli maqsadiga ko'chdi. Navada amir janoblari aslidagi e'tiqodidan yanmay, bizlarkim piri buzruqqa qaytadan qo'l berib, saodatman sulki ishqiyaga irodat qilgan bo'lsa, texmi katta savoblarni topar edi. Öz vaqtida sizli janoblari piri buzruqqa qo'l berish o'z ixtiyorimcha bo'lgan ish emas edi. Dedi Mirza Haydar Do'xlati Eshonga qilchilik yuz xotir qilmay. Shahzoda Yo'lbosxonning Hidoyatullo Eshonga qo'l berishga majburlaganligini esiga kelib. Esiga selib. Sultan İsmailxon olilirmi meni ahli sulukdan mustasno deb bilib, Qashqardagi ra'iyatning suluk majralaridan tortgan azob deshivarchiliklarini nazarda tutib, Qashqarning amirlik mansibini menga ishinib topshirgan. Garchi piri buzruk azizga qo'l bermasakmi, sulki ishqiya yo'lini tutmasakmi, Eshon buzrukvorimizga hurmatimiz bordir. Xudo xolasa Hazratimning dargohiga pat-pat ziyoratga kelib, muloqotda bo'lib turg'aymiz. Shundaqla Eshon hazratlari uchunmi amir mahkamimizning darvozasi har qachon ochiqdir. Hidoyatullo Eshon chiroyiga yolg'on kulki yugurtib hijoydi. Asi munofiqning hiligarligini qarmamdigan, til yog'limilikda menga saboq beramdi nima? Bu murtad. Maylla, men qo'l bermasang berma. Ammo Dahri Sultan İsmailxonga yaxshi gapimni qilib tur. Sening og'zing orqali tarbilansam, ul İsmailxon menga oson ishinidu. İnşallah, dedi Eshon ishki tuyg'usini yo'shirib, xushamat go'yliq bilan. Aval Sultan İsmailxon olilari ondan qolsa o'zlaridek bahodir sarkarda istidodli amir homiylik qilib turgan yerda ag'yorlarimizdan zinhor xavf sirmaymiz hamda xon olilarining yorliqiga bo'ysunib o'zga sulukdikilar bilan ejil inoq o'tkaymiz. Amir janoblari shunchavala e'tiborimizni qilib o'rniga taklif qilgan yerda bormaslikqa nima haddimiz? Amir janoblarining tangdoshsiz aql farosatining oldida yurttarchilik ishlariga hamkorlashib, rahnama bo'g'dak salohiyatimiz bo'lmasimi, pat-pat hamdastixonchilik qilishib, didor muloqotda bo'lishmi biz uchun cho'ng sharaf. Bu yerga rahnoma degani yo'l ko'rsatuvchi degan gapkan. Eshonning fasohatlik so'zlari Mirza Haydar Do'xlatini o'ylantirib qo'yatdi. İnsan bir qitim burniga yesa, bir qitim aql topadi deydigan kon. Bir qitim aql topadi deydigan konala. O bu qitimqi mag'lubiyatidan aqlini topgan o'xshamamdi.
Mən əhvalını taza bilməy turub, qopallıq qıb qoydum mu? Qandaq. Hər qandaq, insaf, diyanət, yaxşılıqni bəndisi yaratqan Allah egəm özü berdi. İşanның niyet iqbali muşundaq, əzgüllük yüzlənisila. Mən onunğa qol berib, murid bolmasam mu, bir ömür hörmətləb dost bob ötəmən. İzzət hörmətini aşırıb qılıman. Şunda qısam, Sultan İsmail xan alilərimi xuş boludu, həm xatircəm boludu. Sultan İsmail xan alilərə məqsəd müddəimizni bildirib, iki eğiz tərpimizni qılıb qoyala, dedi İşan yana sözünü davamlaşdırıb. Saidiya saltanati sulki ishqiya muridlarining raqibi emas, balkim homisidir. Biz faqat Maxtumzoda Xo'ja Abdulla İşan boshchiligidagi sulki soqiya muridlaridan hazar aylaymiz xolos. Hazratlari xotirjam bo'lg'aylar, dedi Mirza Haydar Dug'lati va'da berib. Saidiya tasarrufidagi har qaysi suluk mazhablar bilan inoq ijil o'tish Sultan İsmail xon olilarining mu orzusi. Bu qitimqi Ostondagi suluk nizosidan kelib chiqqan fojia sababidan xon olilari bilan Maxtumzoda o'tirsida azroq avarchilik bo'lgan o'xshaydi. Ammo xon olilari sizli janobi buzruk azizdan ko'p umid bor. Sultan İsmail xon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla İşan o'tirsida avarchilik ko'ringanligini anglab, İşanning yuragi xushalliqdan o'ynab ketdi. Tafsilroq ahvol egillash uchun gap ko'childi. Saltanat bilan suluk o'tirsida ancha-muncha avarchilikning bo'lishi cho'ng ish emas. Maxtumzoda xon olilarining piri buzruki bo'lgandan keyin ko'ngli ko'ksini keng tutishi, saltanat, yurtchilik ishlarini qo'llab berishi kerak edi. Ustozi Abuchan bo'lmasa, shogirdi keng qo'rsoq bo'lolmaydi. Hamma gap Maxtumzoda piri buzrukning Abuchan bo'lmasligidan kelib chiqqan gap, dedi Mirza Haydar Dug'lati ixtiyorsiz o'rda maxfiyatini oshkorlab. Shu sababli Maxtumzoda Xo'ja Abdulla İşan hazratlari o'rdaga oyoq bosmasmish. Sultan İsmail xon olilarining ziyoratini qabul qilmabdimish. Shu sababli hozir xon olilarining ko'nglimi toza oromida emas o'xshaydi. Maxtumzoda piri buzruk xon olilari ustida cho'nglarning gapiga kirmay, kichiklarning gapini degini bo'yicha ish qildi deb yomonlab yurgudak. Bu Maxtumzodaning nima degani ekan? So'radi Hidoyatullo İşan ichki hayojonini zo'rg'a besib turib. Qadamma-qadam İşan qurgan qopqonga dasavatganligini bilmagan Mirza Haydar Dug'lati İşanga hamma sirni to'kib tashladi. Maxtumzoda piri buzruk o'zining saltanat ishlariga aralashmasligini butunlay Amri Kabir Mirza Boboqbek janoblaridan ko'rdi. Uning ustiga bu qitimqi Ostondagi suluk fojiasidan keyin o'rdadagi talash tortishda Malika Muhtaram xonim bir eg'iz so'z bilanla o'rda arkonlari oldida piri buzrukimizning yuzini to'kkan o'xshaydi. Mirza Boboqbek bo'lsa Sultan Abdullah xon davridan tortibla o'rdada yuqori mansab martaba tutib kelgan katta iste'dod egisi. Malik Muhtaram xonim bo'lsa, yeshi kichik, mazlum kishi bo'lgani bilan alam va qalam mahoratida tang yetishgan. Uning iste'dodiga Sultan Abdullah xon olilaridan tortib, Hindiqush Mirza, Cho'pik Mirza qatorliq peshvolarmi qoyil bo'lishgan ekan. Odatda Mirza Boboqbek bilan Malik Muhtaram xonimning gapi davomliq bir yerdan chiqar ekan. Bu qitimqi qirg'inchilikda paydo qilgan har qaysi suluk yo'lboshchilarining kallasini elib, boshqalarga ibrat qilishnimi ashu ikkisi o'tirib qo'yib, xon olilarining farmonini olgan ekan. Maxtumzoda hazratlari ul ikki amir boyada o'zining bosh ko'tarolmaydiganligini his qilgan bo'lsa kerak. Shunlashqa xon olilaridan kichiklarning degini bo'yicha ish qildi deb ranjigan o'xshaydi. O'rdada bunchavala ziddiyatning yuz berganligini o'ylamagan ekanman. Maxtumzodaning xon olilaridan ranjishi to'limi o'rinsiz bo'pti, dedi Xo'ja Hidoyatullo İşan. Amir janoblardan gap yo'shirmayman. Rostini desam, shu chog'da Sultan İsmail xon olilari Mirza Boboqbekdek
istidat egisiga tayanmagan bo'lsa, mərhum bəxtsiz Şahzad Yolbasxan adilərdən Səydiyə taxtını soyub alanmagan bolatdı. Hidayetullah İşan bu çağda Mirza Babaq bəgni öldürüb etiş haqqında Şahzada Yolbasxan bilan məxfi kengəşkinni esiga aldı da, yürkінің bir yerləri içişqandək boldu. Orduның muhim, çoğ hüquqlarını qoluğa erişqə aldırab, Mirza Babaq bəgdək istidat egisidən paydanışını bilməy, aldırab qoldan çıxırıb qoyğunuğa yana bir qıtım puşayman qıldı. Amma İşanның bu xiyallarını Mirza Haydar Doğlati zinhar bilməydi. Şoңlашqa Mirza Babaq bəg canablarının qədriga xan aliləri yetdi. Mirza Haydar Doğlatining o'ylamay qolgan bu gapidan Hidayetullah İşan xuduksirdi. Chayon tilliq murtad. Bir qitim nashtar selib oldim da menga. Yolg'iz Mirza Babaq bəgningla emas, sarkarda Avazbeg bilan mening qadrimga yetmagandinglar. Mana hozir Sultan İsmail xan qadrimga yetib atidi demakchi-ku sen. Jahonning bundaq bo'larini burunroq bilgan bo'lsam, senlarni Shahzod Yo'lbosxonning qo'li orqali o'limga buyurmoq qanchalik ish edi. Hap menga yana bir qitim navbat kelib qola. Shundaq amir janoblari Sultan İsmail xon olilari istidat, iqtidor egalarining qadriga haqiqiy yetdi, dedi Hidayetullah İşan ko'ngildagini chandurmay. Qani hazratim, bir duo keltirib pasla, fursat bo'lsa yana kelib muloqotda bo'lurman, dedi Mirza Haydar Doğlati mengishqa taraddudlanib. O'zlaridan kelsin, dedi İşan takallub qilib. Qani, yanala o'zri marhamat qilg'aylar. İşan, amin, deb duo qo'l ko'tardi. Har ikkilisi tangla Allohu akbar deb yuzini siypashgandan keyin Mirza Haydar Doğlati o'rnidan qo'zg'aldi. Oldimizdagi jumada Hedgoh jamoasida juma namozini boshlab berishga imkoniyatlari bo'larmi, hazratim? dedi Mirza Haydar Doğlati İşan bilan xo'shlashib etib. İnşallah, amir janoblarining degindek bo'lg'ay, dedi Hidayetullah İşan bu kutilmagan fursatdan hayajonlanib. Ma'qul amsa, juma kuni ko'rishgacha Allah'a emanet, dedi Mirza Haydar Doğlati. Arzimas bir parça maktubim bilan xon olilarining parishon ko'ngliga tasalli bergim bor edi, dedi Hidayetullah İşan to'limu astoydil qiyofatda. Bilmadim, amir janoblarining xon o'rdasiga yetkazib berishga marhamati bormikin? İnşallah xizmatlarda bo'lishga tayyormiz, hazratim, dedi Mirza Haydar Doğlati. Undaqda maktubni atila huzurlariga avatib beray, dedi İşan.